Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Men O'rozov Faxriddin Isoqovich, Denon tadbirkorlik pedagogik institutining pedagogika psixologiya kafedrasi katta o'qituvchisi lavozimida ishlab kelmoqdaman. Biz bugun sizlar bilan xalq pedagogikasi fanidan milliy madaniyat mavzusida biz siz bilan ko'rib chiqamiz. O'sha milliy madaniyat birinchi rejamiz o'sha milliy madaniyat haqida tushuncha, ularning turlari, usullari va ahamiyatlari haqida gapiramiz. O'sha birinchi navbatda o'sha xalqning milliy madaniyat bu har bir xalqning milliy tarixiy rivojlanishi shakllangan va uning an'analari, urf-odatlari, musiqa va turli tili orqali namoyon bo'luvchi madaniy tizimlarni har bir xalqning o'ziga xos milliy madaniyati borki, o'sha o'ziga xos milliy xatti-harakatlari va jamiyatdagi ijtimoiy va diniy qadriyatlarni, ma'naviy boyliklarni va tarixiy meroslarni saqlab qolishga qaratilgan bo'lishi lozim bo'ladi. Xalqning milliy urf-odatlari har bir xalqning an'analari, qadriyatlari va hayot tarzidagi aks etuvchi urf-odatlar ularning asrlar davomida shakllanib xalqning madaniyati, dunyoqarashi va ijtimoiy hayotini ifodalovchi har bir xalqning o'ziga xos urf-odatlari va an'analariga ega bo'lishi, xalqning jamiyatdagi o'z faoliyatlarini to'g'ri aks etib berishga xos xususiyatlar o'sha o'zbek xalqlarida namoyon bo'lishi kerak. Chunki o'zbek xalqining milliy urf-odatlari ham juda ham boy va rang-barang. O'zbek xalqining milliy urf-odatlari ham juda boy va rang-barangdir. Quyida ba'zi asosiy urf-odatlarga to'xtalib o'tamiz. To'y va marosimlar. Nikoh marosimi. O'zbek to'ylarida nikoh marosimi katta ahamiyatga ega. To'y davomida turli an'analarga rioya qilinadi. Nikoh odatda oilalar o'rtasida kelishuv orqali amalga oshiriladi. Kelinning uyga borishi, kelinning ko'rishi, to'ylarga tayyorgarlik ko'rish kabi marosimlar xalqning qadimiy urf-odatlari hisoblanadi. Qiz uzatish. O'zbek to'ylarida davomida qiz uzatish marosimi alohida e'tibor bilan o'tkaziladi. Bu marosimda ota-onaning kelin uyiga uzatishi shu alohida tizimlarga, ayniqsa o'sha aynan o'zbek to'ylarida ham juda katta ma'no egallaydi. Xalq milliy madaniyatining asosiy usullari. Til xalqning milliy va tilning umumiy madaniyatining ajralmas qismidir. Til ayniqsa muloqot vositasi, balki xalqning o'z tilini, tarixini, urf-odatlarini, dunyoqarashlarini ifodalovchi vosita sifatida ham xizmat qiladi. Til orqali xalqning milliy madaniyatini saqlab qolish va avlodlarga yetkazish. An'ana va urf-odatlar. Har bir xalq o'zining an'analari, urf-odatlari va bayramlarini yaratadi. Bu o'ziga xos marosimlar, bayramlar, ijtimoiy tadbirlar xalqlarning turmush tarzi, dunyoqarashi va hayotdagi bo'lgan yondashuvlarni aks ettiradi. Masalan, to'ylar, qishloqdagi mehnatni ta'kidlovchi tadbirlar, oila va jamoa va o'zlarining o'zaro xatti-harakatlarini o'z ifodalash berishi mumkin. San'at va hunarmandchilik. Xalqning san'ati va hunarmandchiligining uning madaniyatining muhim qismi sifatida alohida e'tiborga qaratiladi. Har bir xalqning o'zining his-tuyg'ulari ularning o'z ifodasida ifodaladi. Rusumlar, musiqa, rasm, adabiyot va teatr va boshqa san'at shakllarida milliy madaniyatni boyitadi. O'zbek xalqining xattotlik, naqqoshlik, tikuvchilik, hunarmandchilik, o'zaro xatti-harakatlarni ifodalash jarayonidagi o'z natijalarini o'zining faoliyatida aks ettirib beradi. Chunki bo'layotgan har bitta holatda milliy madaniyatni o'z faoliyatida aks ettirib berish jarayonlarini biz mana shu yerda ko'rib chiqishimiz mumkin. Diniy va ruhiy qadriyatlar. Xalqning diniy e'tiqodlari va ruhiy qadriyatlarini uning milliy madaniyatini shakllantiradi. Diniy ta'limotlar, masalan, islomda namoz, ro'za tutish, ziyoratlar va boshqa diniy amallar xalqlarning ruhiy dunyoqarashini o'z natijasida ifodalab beradi. Bu qadriyatlar jamiyatda axloqiy normalarni belgilovchi va insonlar o'rtasidagi alohida ahamiyat kasb etadi. Tarixiy meros. Xalqning tarixiy merosi uning yuksak o'tmishi, urush va tinchlik davrida ulug' kishilarning madaniy yodgorliklari va o'ziga xos qahramonlik milliy madaniyatning ajralmas tarkibiy qismi sifatida ifodalanadi. Har bir xalqning o'zining tarixiy yodgorliklari va madaniy merosi bilan faxrlanadi va uning merosi avloddan avlodga yetkazib beriladi. Adabiyotlar. Adabiyotlar ayniqsa xalqning og'zaki adabiyoti, milliy madaniyatning o'ziga xos shakllari bo'lib, u xalqning dunyoqarashi, falsafasi va hayotda bo'lib o'tayotgan o'z xatti-harakatlarini o'zining ifodasida aks ettirib beradi. Eposlar, ertaklar, rivoyatlar va she'rlar xalqlarning tarixiy tajribasiga va ruhiyatini ifodalaydi. Xalq milliy madaniyatining ahamiyati.
xalq milliy madaniyatining o'ziga xos xususiyatlarini saqlashda, jamiyatni birlashtirishda, kelajak avlodni tarbiyalashda muhim rol o'ynaydi. Milliy madaniyatning xalqning o'zligini anglashda yordam beradi va dunyo miqyosida uning obro'sini oshiradi. Xalqning milliy madaniyati, shuningdek, o'ziga xos urf-odatlari, an'analari asoslanib, ijtimoiy barqarorlikni saqlashda ham katta ahamiyat egadir. Shuningdek, xalqning milliy madaniyati globalizatsiya jarayonida o'zining muhimligini o'z faoliyatida aks ettirib beradi. Bu jarayonda rivojlanishda, yangilanib turishi va zamoni talablariga mos tarzda ifodalanishda o'z natijasini anglatadi. Mehmondo'stlik va o'zaro munosabatlar. O'zbeklarda juda ko'p mehmondo'stlik bo'lib, bu jarayonda mehmonlarni ulug'lash, unga yaxshi xizmat ko'rsatishga e'tibor qaratiladi. Dasturxon doimo keng va xilma-xil bo'ladi. Mehmonlar kelganda unga nisbatan samimiy munosabatda bo'ladi. O'sha xatti-harakatlarni ifodalash jarayonidagi barcha munosabatlarda o'zimizning milliy urf-odatlar orqali ifodalab beramiz. Tadbirlar va bayramlar, Yangi yil, Navro'z bayramlari va boshqa milliy bayramlar jarayonida odatda uyda yig'ilishlar, xalq orasidagi raqs va o'yinlar orqali ifodalashni o'z natijasida ifodalab beradi. Qadriyatlar va axloqiy normalar. O'zbek xalqining axloqiy qadriyatlari juda yuqori bo'lib, o'zaro hurmat, kattalarga ulug'lash, o'zaro yordam, uzr so'rash, urf-odatlarga ko'plab o'sha faoliyatlarni o'z natijasida ko'rsatadi. Katta yoshdagi odamlar bilan muomala qilish, munosabatlarga ehtiyotkorona munosabat o'rnatish. Bola tarbiyasida, o'zbek oilasida bola tarbiyasiga nisbatan bolalarni hurmat qilish, ularni kattalarga hurmat qilish, ko'rsatish imkoniyatlarini bolalarda shakllantirishimiz kerak. Chunki yosh bolalardagi xulq, odob, axloq normalarini shakllantirish, ularning dunyoqarashini, e'tiqodlarini shakllantirish jarayonlarini o'zimizning milliy urf-odatlar orqali ifodalab bersak, maqsadga muvofiqdir. Xalq milliy urf-odatlari xalqning tarixiy rivojlanishiga, madaniyatiga, dunyoqarashiga va ijtimoiy hayotdagi chuqur ta'sir ko'rsatadi. Har bir urf-odatlar xalqning birligi va mustahkamligini ta'minlashda xizmat qiladi. O'zbek xalqining milliy urf-odatlari, an'analari va qadriyatlariga nafaqat uning madaniyati, balki ularning o'zligini saqlab qolishga va kelajak avlodga to'g'ri yetkazib berishda muhim rol o'ynaydi. E'tiboringiz uchun rahmat.